Amerika axborot organining xabariga qaraganda, Xitoy Rossiyadan Ukrainaga hujum qilishni kechiktirishni talab qilgan. New York vaqtiyasining xabar qilishicha, bir qism Amerika va Angliyalik istixborot amaldorlari Xitoyning 2-oyning beshida Moskvadan Ukrainaga hujum qilish planini kechiktirishni va Beijing Olimpik tanarakat musobaqasi oxirlashguncha saqlashni talab qilganligi haqida uchurga erishgan. Amerika amaldorlari bu talabning Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Olimpik musobaqasining ochilish murosimi uchun Beijingda Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishganda o'tirg'i qo'yilgan bo'lishi mumkinligini ilgari surdi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Baerbock 3 mart payshanba kuni Jenevada o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi yig'iniga sinliq qatnashgan bo'lib, mazkur organni Uyg'urlarning vaziyati haqidagi dokladini e'lon qilishga chaqirgan. U mundaq degan: "Biz kishilik huquq oliy komissarini Uyg'ur musulmonlarining tutib turilishi to'g'risidagi dokladini e'lon qilishga ilhomlantiramiz hamda Beijingni to'silg'usiz ziyorat qilishga ruxsat qilishga chaqiramiz." U yana 47 a'zo davlatdan tashkil topgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining texmi ochiq bo'lishi kerakligini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Twitter hisobida tunugun atganda Rossiya prezidenti Putin bilan bo'lgan telefon suhbati to'g'risida bayonot e'lon qildi. Putinning bu bosqichda Ukrainaga qaratilgan hujumni to'xtatishni rad qiladiganligini o'tirg'i qo'ygan Macron, insonparvarlik fojiasining oldini olish, dialogni saqlab, texmi nachar ishlarning oldini olish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisining Rossiyaning Ukrainaga qaratgan harbiy hujumini ayblash qaroridan voz kechdi. Xitoy Ukraina urushiga munosabatlik ishg'oliyat, hujum degan so'zlarni ishlatishdan o'zini qochirib, Rossiyaning harakatini ayblamaydigan oz sondagi davlatlarning biriga aylandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad bin Salman neft bozoridagi o'zgarishlar va Rossiyaga qaratgan embargolarni muzokara qildi. Neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti bilan elib berilgan hamkorlik muzokara qilingan uchrashda ikki davlatning neft bozoridagi hamkorlikni davomlashtirganligi muayyanlashtirildi. Moldova prezidenti Maya Sandu davlatining Yevropa ittifoqiga kirish xitobnomasiga imzo qo'ydi. Shuning bilan birga Gruziya bosh ministri Irakli o'z davlatining Yevropa ittifoqiga tezdan kirishi to'g'risidagi murojaatnomaga imzo qo'ydi. Rossiya Ukraina vakillari o'miki o'tirsidagi ikkinchi bosqichlik suhbat Belorussiyaning Brest shahrida o'tkazildi. Ukraina suhbat vakili ikki tarafning puhralarni tarqoqlashtirish uchun o'rtaq insonparvarlik koridori bilan ta'minlashga qo'shilganligini e'lon qildi. Kanada Puhralik va ko'chmanlar ministri Sian Fraser Rossiya Ukraina urushidan qochgan ukrainaliklarga ikki yangi ko'chmanlar programmasini yo'lga qo'ydiganligini e'lon qildi.